Ko'p qismliq razvedka asiri sirliq qotil. Eshik ichilib, qurolliq ikki soqchi yigit bilan Erkin soqchi eshik oldida paydo bo'ldi. Asad Erkinning chiroyidagi jiddiylikni ko'rib, "Nima ish bo'ldi? uni aytmanglar." Bu nima ish? Asad shundoq deyishi bilan qurolliq soqchilar uni yolab ipmadi. Asad Erkinga qarab bir nima demoqchi bo'ldi-yu, lekin qalbidagi tugumas ziddiyatlar bir shumliqning hidini uning purtiyotgandek Asad ortiqcha gap qilmadi. Soqchilar uni nazorat uyidan yolab ip chiqib, so'roq uyiga ip kirdi. Muzdek sovuqlik chiqib turgan so'roqxonada idora boshlig'i va bir necha soqchi Asadning kelishini kutayotgandek jimjit o'ltirishatdi. Asad so'roq maydonining o'rtasidagi temir o'rindiqqa kelib o'ltirdi. Qo'liga bo'lsa temir ko'zini soldi. Uningga bu hol ig'ir keldi. Chunki u ilgari bu yerda o'ltirib talay jinoyatchilarni so'roq qilgan. Mana endi bu temir o'rindiqda o'zi o'ltirib qonunning muqaddas javobgarligiga tortilyapti. U hayronlik ilkida idora boshlig'iga tikildi. Erkinmi asta idora boshlig'ining yenidan o'rin oldi. So'roq maydonining surlik qaddi bilan Go'ristondek jimjitlik qo'shilib, Asadni boshqacha oromsizlantirmoqda edi. İdara boshlig'i Asadga qarab, Asad, sizni bugun bu yerga akilib nemishqa so'roq qilishimizning sababini bila oldingizmi? dedi chiroyini ochmasdan. Asad hech nimadan xabarsiz bo'lg'achqa beshini chayqadi. İdara boshlig'i yenidagi Erkin soqchiga mundaqli qarab qo'yib, biz Asqarning jasadini topdik. Uni G'oljidga bosh atrofdan material bilan avatibdi. Jasadning chopinidan bir parcha xat tepilibdi. Bosh atrofdan xatni tang avatibdi. Biz xatni tafsiliy ko'rib chiqdik. Qani, endi o'zingiz bir ko'rib beqing. İdara boshlig'i oldidagi material ustida turgan bir varaq qog'ozni qo'liga oldida Asadga sundi. Asad qatlangan qog'ozni qo'liga elib, asta ochdi va ko'zi boshpatdagi qurloqqa tushish bilan tallar jo'g'ildab ketdi. Chunki bu pochirka rostilla Asqarning pochirkasi edi. Asadning ko'zlariga liq yosh to'lib, qog'oz yuzidagi qurlar g'uva ko'rinishga boshladi. U Asqarni hayot deb o'ylaydi. Mana endi uning jasadi bayqilib, uning o'lish oldida yozgan xati Asadning qo'lida tursa, u bu reallikka ishonmay tura olsimi? Asad ko'zlariga ulashgan yoshlarni surtib etib, xatga qaytadan qarashga boshladi. Xatda u kutgan qurlar ko'rinmasdan mundaq deb yozilgan edi. Boshliq, men rostilla nurg'u ishlarda sizga yordam qilolmadim. Biroq delodagi barliq ishlarning sizga munosabatli ekanligini bilganimda ta'zirim jug'ildab ketdi. Men sizning qo'lingizdan shoyini elib, sizning zimmangizdagi yukni yengillatmoqchi, shundaqla qotilni o'z qo'lim bilan qo'lga tushirmoqchi bo'lgan. Biroq o'ylamabdiman. Qotil dal siz ekansiz. Asad mushayaga kelganda to'xtab qoldi-da, ko'zlari chekchiyib, ko'zlarini uvlab, qaytadan bayqi qurlog'i nazar soldi va bichora qiyofatda idora boshlig'iga qarab, Bu mumkin emas. Bu qog'ozni qayerdan topdinglar? Asqar hargiz bundoq be'mon narsalarni yezib, menga qora choplamaydi. Men chiqib uning jasadini ko'rsanglar, u texi o'lmadi. Men uni tunugun yo'lda ko'rgan. Bo'ldi. Hayojiningizni besib oling. Xatning mazmunini to'liq ko'rib chiqing. Asad texcha hayronligini bosolmay qog'ozga qaytadan ko'z yugurtdi. Men shoyini elib yonchiqimga sog'inimda bir xil vahima vujudimni chirmidi. Uzoq o'tmayli hojitim qistab ketdi. Endi o'ltirishimga to'k o'chib qoldi. Nim bo'g'inni anqiramay turishimga yotoq ichidan varanchiron anglandi. Men hojatxonaning yo'chiqidan qarsam, g'uva qorong'ulik ichida birsi ikki qorovulni bog'lab, ularga yuqori spiritliq aroq ishqizyotdi. Men toza sapsilib qarsam, u dal siz, Asad boshliq, siz ekansiz. Men bu ishlarga ishonmay turganimda, siz bir amallarni qilib ularning zuvonini o'chirdingiz. Shuningga agishib qorovullarni tiniqdan to'xtadi. Keyin ularni so'rab, hojatxona tarafga so'rab akeldingiz. Men jiddiyleşib, nima qilishimni bilmay turganimda, siz kirib meni ko'rdingiz. Men sizning ko'zlaringizdagi odatdan tashqari qo'rqinish chiqib turgan vahimini ko'rib, gelimga bir narsa kaplashib olgandek jimjit turib qoldim. Ang'ich siz menga qarab eg'ir birni tinib, kechirgan debla meni tartib ularga o'xshash usulda spirt bilan zaharlab, meni karvatning ostiga yo'shirib, og'zimga lat tiqib qo'ydingiz. Men bor kuchimni yig'ib, nafsim to'xtab qolguncha qo'limdagi og'amchini taslikda yeshib, u yerdan chiqishga urindim. Biroq badanimda qaynayotgan spirit zahari mening hayotga bo'lgan umidimni uzib tashlagandek, javg'iyimdan yeshil suyuqliklar eqib chiqdi.
Bədenimdimi ajoyib beoramlik sezimlar paydo bo'lishga boshladi. Shunga yanchiqimga sevagan qog'oz qalamni elib bu xatni yozdim. Boshliq, men sizga ergishib yurgili uzun bo'ldi. Xizmatga tushgandan buyon siz bilan birga. Azaldan sizning prinsipchan, qonunni hammadan a'lo bildiganligingizga ishonatdim. Biroq qandoq bo'lib bu yo'lga menib qolganingizni bilmayman. Shunga bu xatni ko'rgandan keyin endi bu ishdan qo'l uzib, illiq oilangizni tepshingizni umid qilaman. Xatni yezib bo'plab, qog'ozni qatlab, yanchiqimga sep, ig'ir birni tinib qo'ydim. Chunki badanimdagi spirit zahri nihoyat tezla badanimning barliq qismlariga tarab, o'z kuchini ko'rsatishga boshladi. Xat oxirlashgan edi. Asad bu gaplarga qanday yuzlanishni bilmadi. Bu zodi qanday ish degan xiyolda boshlarini qamollab o'ltirib qoldi. İdora boshlig'imi bu xabardan ishongusi kelmagandek ig'ir tinib. Asqarning materiallari to'liq yo'llandi. Jasad siz yotgan karvatning ostidan tepilgan. Xat pochorka, barliq isbotlar sizga foydasiz. Chunki yaqinqa bir mazgillik delolar siz bilan baklik yetishliq. Hammasi sizning atrofingizda yuz bergan. Yana kelib mudofiasi kuchli bu saqchixonda sizdan bo'lak hech kim muhim gumondor hisoblanmaydi. Naq maydonda eng baldur o'lgichini bayqishingizmi hamma odamning gumonini qo'zg'aydi. Qani, bu materiallarni tafsili ko'rib, fikringizni o'tirib qo'yib beqing. İdora boshlig'i afsuslangan qiyofatda yenidagi saqchi yigitga oldidagi materiallarni Asadga sunib berishni ishora qildi. Asad oldiga qo'yilgan materiallarga qarashga royi yo'q, bu ishlarni zodi kimning bir qo'lliq planlab, uni mushu suiqasga bosh planlaga chiqib qo'yganligini o'ylab, fikrlari qalaymi-qalashgan edi. U asta beshini ko'tarib, o'lji tarafdan avatgan delolarni arxiv tekshirish doklati bir gavda qilingan qisqacha yozma doklatga qarab, asta uni varaqlashga boshladi. Asad materiallarni bir qator ko'rib chiqqandan keyin hamma ishlarning o'ziga foydasiz ekanligini his qilib yetdi. Shundaqla o'ziga ishonadigan idora boshlig'ining uningga nisbatan qo'llangan qattiq tadbirlardan qaraganda, endi uningga hech kim ishonmas bo'lib qolgandek qiladi. Asad o'zining gunohsizligini bilsa-mu, bu ishlarning shunchaki atrofliq ham sirli holda yuz berganligini o'ylaganida qotilning zodi kim, odammi yoki arvohmi degandan iborat mujmal xiyollar iskanjisi uning muzlagan qalbini qamal qilmoqda edi. Uning bu rayimsiz reallikqa tambagusi kelmasa-mu, bu polatek paketlar ostida o'zini oqlashga amalsiz edi. İdora boshlig'i ham erkin saqchilar uning ifodasiz chiroyiga qarab ig'ir tinishib qo'ydi va idora boshlig'i eg'iz ochdi. Asad, haqiqatan o'ylamag'an ish bo'ldi. Jimjit turg'uningizga qaraganda, bu reallikni qabul qilib, jinoyatingizni ustingizga elishga tayyor turgandek qilasiz. Siz bizni, shundaqla idoramizdagi ham sizga ishongan hamma odamni hayron qoldirdingiz. O'zingizning saqchiligingizni unutib, qabih qotillik delosini sodir qildingiz. Qani, endi bu jinoyatlarni bir-birlab topshirib, sababini oshkorlaydigan vaqt keldi. Men zodi nemishqa bunday qilganingizga hayron qilyapman, ham beklik qiziqyapman. Dedi ochiq tarzda Asadga mansitmagan nazarda tikilib. Asad xuddi hech ish ta'sir qilmagandek beshini ko'tarib idora boshlig'iga qarab. Sizlar ishlarni mushundoq oddiy deb o'ylamsizlar? Undaqda shahar sirtida o'ltirilgan qahar savdogarni meni o'ltirdi desak, odam o'ltirgan voqeat mening idorada ishkanligimga isbot. Shundaqla barliq delolarda mening barmoq izim yo'q. Qotillik jarayonlarimni aniq xotirlamagan. Mundaq chiqib aytganda, qotillik naq maydonda menga oid yetarlik isbot yo'q. Ajiba deloni mushi bir varaq qog'oz bilan oxirlashtirmoqchiman. Ya'ni kelib jazmlashtirmanki, Asqar texi o'lmadi. Uning tuyuqsiz yo'qolib ketishida ma'lum sabablar bor. Sizlar ib kelgan jasad balkim Asqar bo'lmasligi mumkin. İdora boshlig'i ig'ir birni tinib. Bizningmi qotilning siz bo'lib chiqishingizga ishongimiz kelmaydi. Jasadning chiroyi haqiqatan to'nug'isiz bo'lib ketgan. Ya'ni kislota bilan ko'ydirib o'tilgan. Biroq tan qurilishi, shundaqla yenidan chiqqan qog'ozdan biz uning Asqar ekanligini bildik. Jasadni yana bir qitim tafsiliy tekshirish uchun qonun doktorlarining tekshirishiga berib o'tdik. Biz yana jasadni ko'rib, tekshirish natijasiga asosan bir narsa deydi. Jasadning yuzi kislota bilan buzilib ketibdi-mi? Siz boya menga jasad Asqar shu deb jazmlashtirmaganmidingiz? Texi Asqar yozdi degan atalmish fosh qilish xatida. Uning kislota bilan yuzi buzib o'tilganligi yozilmagan. Demak, o chuqum Asqar emas. Asadning bu gap ham o'ylagan xiyollari bilan birdilla qalbi boshqacha jonlanib, dillari yo'rib ketgandek bo'ldi. İdora boshlig'i Asadning tahlillariga qoyil bo'lsa-mu, nurg'un munosabatlik materiallar yanada Asadga foydasiz edi. Ular bir hazam munozirlashgandan keyin idora boshlig'i Asadga qarab:
yuqoridan bu deloni ching tutib sizga qarata mudofaani kuchaytirib ochiq sud etish orqali bu deloga kesim e'lon qilishni bekitdi. Bu xabarni texi sizning kirishingizdan oldida angladik. Qinidan bu ishni ayolingizga xabar qilamdik, qanday qilamiz? Hozircha bu ishni uningga uqtirmanglar. Bo'lmasa balam ikkisi ansirab qoladi. dedi tashvish ichida. İdora boshlig'i yanada o'ltirgan erkinga mundaqli qarab qo'ygandan keyin qaytadan Asadga qarab. Man qarang, bu ishni ular hamini biladi. Eng yaxshisi balduroq desak, ayolingiz sizga yaxshi advokatdan birini taklif qilsa, shundaqla bizmi tekshirishni kuchaytirib, sud ichilguncha sizga foydali biror yepuchiga erishib qolsak ajab emas. Asad ularning maqsadini tushungan bo'lsa-mu, biroq bu ishlarning oshkorlanib ketsa, ayoli ham bolasiga ig'ir ta'sir qilib kelishidan ansirab qolgan edi. U har ishda tavakkul qilib talay delolarni pash qilgan bo'lsa-mu, o'zining beshiga kelgan bu kulfatga tavakkul qilishga jur'ati yo'q edi. Uning jimjitlik hukm surgan org'in chiroyini kuzatib turgan idora boshlig'i Asadga qarab: Bo'ldi. Sizga bu zarbining ig'ir kelganligini bilaman. Men sizning o'yinishingizga bir kun vaqt beray. At sahargacha bir qarorga keling. Bo'lmasa biz yanada sizni qonun organlarining bartaraf qilishiga topshirib beramiz. Bugundan boshlab siz ig'ir jinoyatchilar kamerida yotsiz. Bu ham siz uchun o'yinishga oxirgi fursat. Bizmi amalba bu deloni yaxshi bartaraf qilib, sizning oqlanishingizga kuch chiqaramiz. Shundaqla sizningmi ba'zi yo'liqqa masalalarni bizdan yo'shirmay, bizga moslashib berishingizni umid qilamiz. dedi salmoqliq bilan. Yanda ularning paranglarini xotirlab menayotgan yigit qo'lidagi materiallarni Asadga tanlab: "Qani buni ko'rib bo'lib, so'ra xotirasiga qo'l qo'yib eting", dedi. Asad xotiriga bir qur ko'z yugurtgandan keyin asta titrab turgan qo'llari bilan imzosini qo'ydi. Boyqi yigit idora boshlig'ining ishorasi bilan materiallarni elib, so'roq maydonidan chiqib ketdi. İdora boshlig'i bilan Erkin Asadga gapi bordek bir xil sukutda o'ltirgandan keyin gapini boshlashdi. Asad, biz sizga ishonamiz. Biroq nurg'u ishlarda sizga yordam qilishda biz amalsiz. Shunga bu masalani biz sizning yordamingizga tayinib hal qilamiz. Bo'lmasa qolgan ishlar taqdirining o'rinlashtirishi bo'yicha bo'ldi. Asad idora boshlig'ining nima demoqchi bo'lganligini tushundi. Biroq uning qalbida qandaqdir noma'lum qabohatlar agib yuradi. Asad beshini chayqagancha o'rnidan turib: Men hech nimani bilmayman. Biz yana bu ishni taqdirning o'rinlashtirishiga topshiraylik, dedi. İdora boshlig'i bilan Erkin soqchi bu javobni anglab hayron qolishdi. Chunki ular o'zlari bilan necha yil birga ishlagan bu munavvar soqchining og'zidan taqdirning o'rinlashtirishi degan gapni anglab to'liq hayron qolishgan edi. U ilgari xizmat qilgan vaqtda har qanday ishni o'z iqtidori, shundaqla qonunning muqaddas tuzumi ostida bartaraf qiladi. Hargizmi bunday gaplarga ishonmaydi. Mana endi o'zining ishiga kelganda, o'zining qil ustida qolgan hayotini taqdirning bartaraf qilishiga topshirish uningga nisbatan to'liq yot ham ahmoqona bir ish edi. İdora boshlig'i ig'ir birni tinib: Yo'ldosh Asad, bu ishda sizga ko'p nasihat qilib o'tirg'im yo'q. Biroq shu esingizda bo'lsin, siz helimi bizning munavvar soqchimiz. Qiyinchilikni taqdirning bartaraf qilishiga topshirish rostila uchiga chiqqan ahmoqlik. Bu tarafi bizdan bakrak sizga aniqroq deyman. Deloda boshdan oyoq qotilga munosabatlik bir yepuchi yo'q. Hammasi tasodifiylik asosida o'ltirilgan. Biroq qotilning maqsadi meni yemchi qilish bo'lsa, men rostila bu jihatda bekla ojiz qilib qoldim. Demak, qotil maqsadiga yetayli deb qoldi. U zoti kim bo'g'aydi? Men har qancha o'ylabmi qotilning kimligini, men bilan qanday chechishlik borligini bilamadim. Oxirgi bir yepuchi bo'lgan shohid to'g'riliqmi yetarli isbot chiqmadi. Mana bu amalsizlik meni bo'ysundirdi. Men endi oxirgi hayotimni taqdirning qanday o'rinlashtirishiga topshirmay ilojim yo'q. Asad ko'nglida qotilni mavhum dunyodan kelgan bir qori soya deb o'ylaydi. U uni jazolashga amalsiz. Biroq qotilning nima uchun o'zini bu patqoqqa so'rab kirganligi uning uchun sir bo'lib kelgachga, u texmi bek titib ham jeli bo'ladi. Biroq tushidiki, shundaqla turmushiga qabohat ib kelgan shu noma'lum qori soya yelimi ham uni kuzatayotgandek, Asad uni atrofida bodakli his qiladi. Ular Asadning qaroriga bekla hayron bo'lsa-mu, lekin uning qaroriga hurmat qilib, ortiqcha nasihat qilib o'ltirmadi. Shundaqla Asadning atrofning qoidasi bo'yicha rasmiy holda tutib turish o'rniga opirib, jinoyatchilar qatorida qamab qo'ydi. Asadning ayoli Gulnisa yo'ldoshining bu ishlardan xabarsiz Asadni bugun kecha uyga keladi deb saqlag'ach, o'xshitib lag'manga tayyorlik qilyotdi. Tuyuqsiz uning yanchuqiga selib olgan telefoni sayrab ketdi. Gulnisa Asaddan kelgan chig'i deb o'ylab, xo'shalligida yanchuqidan telefonni ishtik elib edi, notanishli bir nomer ekranda lipildab turadi. Gulnisa ishkilinib biroq telefonni oldi. Voy.
Gulnisaning zil ovozi chiqishi bilan qarish tarafdan eg'ir tingan bir er kishining pushuldishi Gulnisaning ichini siqdi va ochiqlangan qiyofatda Voy, siz kim? Gap qiling. dedi. Biroq qarish taraf gap qilmayla telefonni uzib etdi. Gulnisa cho'nqur tinib To deyman. Sarangmi nima bu? dedi va telefoniga tushgan bu notanish nomerni yuyib o'tish uchun o'chirish belgisini qaytlab necha rat bosdi. Biroq qerishqandek nomer yuyilmaydi. Oy, bu nima shub ketdi endi? Buni nimishqa yuyilmaydi? U yilqi nomerni yuyib o'tish uchun haplashdi. Oxir bo'lamay telefonni qayta ichib baqdi. Biroq bayqi nomer yana boshpatdek gavdalanib turadi. U yana 5 minutlarcha haplashib nomerni yuyolmagandan keyin Voy, bu zodi nimish deymi? Bo'ldilar. degenicha telefonni kreslog'a itibdi va tomoq tutish qildi. Biroq yana bir qorong'u soya uning kalisiga kirib olgandek nervi hujayrasini g'idig'lamoqda edi. Bayqi telefondan chiqqan eg'ir tingan ovoz yelima ham uning quloq tubida yangramoqda edi. Gulnisaning nozuk tini bir xil surbesib ansiz titirmoqda. U qilayotgan ishlarini qo'yib, Asadga telefon qilish uchun telefonni qo'liga ib turishiga telefon yana jirangladi. Gulnisa ishtik telefonga qarab yenik tindi. Bu Asadning qo'l telefoni edi. Gulnisa cho'nqur birini tinib olib, Voy, Asad, nimadoq kelmaysiz? qarish tarafdan men Asad emas, uning xizmatdoshi. Kech sizni avvar qildim. Bu gapni anglab Gulnisaning yuzlari villadi qizardi. Kechiring, men boya Bo'ldi, xijiluvma. Men kech sizni avvar qildim. Bir ish bor edi. At vaqtingiz bo'lsa, sahar soqchixonaga bir kelib kelsangiz. ma'qul. dedi ovoz titrab. U Asadga bir ish bo'lganligini faraz qilib ulgurgan edi. Bo'lmasa telefonni nimishqa u o'zi bermay boshqa biri berdi. Ma'qulamsa, at ko'rishaylik. Telefon uzildi. Gulnisaning qo'lidagi telefoni yagi to'kkuda tushib ketdi. U beshini tutgancha oshxona uyida so'ngziyib o'ltirib qoldi. Uning qalbiga bir shumliqning ko'lankisi soy tashildi. Asadning necha vaqtdan buyon xizmat ishi bilan g'uljiga va kuchaga qatirab nemishlarga yo'liqqanligi uningga qorong'u edi. U o'zining eriga toza ko'ngil bo'lib ketamaganligidan og'rinayotdi. Necha yillik ijil er-xotinlar turib, erining nemishlarga yo'liqqandan xabarsiz qolganligi uning eng chong savalligi edi. U asta o'rnidan turib yerdagi telefonni oldida oshxonadan chiqib mehmonxonaga esib qo'ygan xurum paltoyini qo'liga oldi va oldirash soqchixonaga berib baqmoq bo'lib oyog'ini kiyishga tamshilab edi. O'g'li yig'lig'inicha uning yeniga yugurib chiqib, Oppa, qayerga borasiz? Dadam nemishqa hech qaytib kelmaydi. Balam, dadam bek aldirash. Balkim at o'gin bizni ko'ngilga kelib qolamiki? Men pastga tushib, magazindan bir narsa setib olib kiray-ya. Sen topshiriqingni ishlagash to'g'an o'g'lim. Men tezda qaytib kiraman. Ma'qul. Amsa tezroq qaytib kiring, ha? Men yolg'iz qo'rqman. Gulnisa o'g'lining beshini silab qo'yib, oyog'ini kiyib paltoyini ko'targancha chiqib ketdi. Ilyarmu yotqiga kirib ketdi. Gulnisa liftga chiqib chopinni kiyayotganda lift ostingi qavatda ichildi. U liftdan chiqib yetib, qora kiyim kiyib olgan mushu kechidimi qora ko'zoynak taqib olgan uzun qora chashliq bir ayol kishi bilan uqishmayli so'rkilishib o'tib ketdi. Gulnisa orqasiga o'rilib, ayolning taqi turqiga zan sag'ash, bosh oyoqiga tez ko'z yugurtdi. Ayolning qo'lida bir qizil sumka bo'lib, kechida lift chirig'i ostida alaydi julolanadi. Gulnisa kayniga burilib sirtqa qarab mandi. Biroq uning kallasida bayqi ayolning tez gavdalanib o'tib ketgan simasi xiyol batlariga boshqacha g'ayriy qurlarni yozayotgandek tashvishni salatdi. Uning diqqat qilmay o'tib ketgan bo'lsa-mu, u ayolning so'l qo'liga chigib olgan qizil shoyi Gulnisaga boshqacha tonish bilinmoqda edi. U ishtik kayniga qarab edi, lift ishiga yepilib bo'lgan bo'lib, ustiga qarab mengatdi. Gulnisa lift tarafga qarab bir hazar turib qoldi. U azaldan bu binoda bundoq birsining borligini bilmaydi. Uning ko'zi liftning 7-qavatga kelib to'xtaganligini ko'rish bilan yuragini tosh besib olgandek eg'irlashib, bir shumliqni tuyg'andek udulla lift tarafga qarab yugurdi.